Amerika xatlar bilan jo'natishdi. Rosa yaxshi ko'radi. Mana bugun bizga bir nechta xatlar kelgan, ishlari ochilgan. Shuning uchun adres turgan yo'q. Hammasi bunaqa Ergashev Marg'uba deb adreslari bor. Bu xatlarning ichida ochganman. Mana bunisida qanaqadir benefit kart kelibdi ish joyimdan. Uni qanday ishlatadi, unga qanaqa parol qo'yadi, uni bilmayman. Bunda nima bor ekan, unda nima borligini bilmayman. Mana bu yerda qizimga Fidelis karta kelgan. Bu sog'lig'ini tekshirtirish uchun страховка to'lab beradi. Shunaqa Fidelis degan kompaniya. Malika 3 oy deganda keldi. Qizimniki Malik haligacha yo'q. Nimaga bunaqa vaqtida kelmaydi bilmayman. Bunga qanday parol qo'yadi, uni ham bilmayman. Yashasab ko'raveramiz. Xullas shunaqa musor ham kelaveradi. Oddiy mana bankda shuncha shotingda shuncha pul boram deb kelaveradi. Oddiy nima deydi, keraksiz narsalardan jo'nataveradi.